Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan tadbirlar davomida Shahrixon tumani Saroy mahallasida yashovchi 2008-yilda tug'ilgan shaxs ijtimoiy tarmoqlar orqali terroristik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'ruzalarni tinglashi oqibatida Suriyadagi terroristik tashkilot ta'siriga tushib, ularning targ'ibotchilari bilan aloqada bo'lib, yashash manzilida jamoat tuzib harakatlanishini va ularning topshirig'ini bajarishi yuzasidan topshiriqlar olgan. Topshiriqqa asosan Instagram ijtimoiy tarmog'ida Al-Garib nomli profil yaratib, ushbu profilga Suriyadagi terroristik tashkilot media markazi tomonidan tayyorlangan video, audio materiallarni joylashtirib, o'zi bilan tengdosh bo'lgan Andijon viloyatining Ulug'nor va Shahrixon tumanlaridan bo'lgan 13 nafar 2006-2009-yilda tug'ilgan yoshlardan iborat bo'lgan Ahiylar nomli virtual jamoatga a'zo bo'lib, jamoat a'zolari bilan jihod va hijrat qilish mavzulari hamda xalqaro terrorchilik tashkilotlarining da'vat va chaqiriqlarini muhokama qilishib kelishgan hamda Suriyaga chiqib ketishni rejalashtirishgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida mazkur jamoat faoliyatiga chek qo'yilib, 13 nafar yoshlarni Suriyaga chiqib ketishining oldi olindi. Holat yuzasidan jamoat a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.